Bu podkastimizdan asosiy maqsad baliqchilikda ko'p uchraydigan muammolar va bu muammolarga Aquagratik jamoasining qanday yechim berishi haqida bo'lib o'tadi. Shu loyihamiz bizaga va baliqchilarga nima o'zi imkoniyatlarni ochib beradi? O'zbekiston baliqchiligida texnologiyalarni joriy qilib, suvlarni tejash, ilmni oshirib, hosildorlikni oshirish, jamoaviy ishlab O'zbekistondagi tarqoq bilimlarni bir joyga jamlab, bundan baliqchiga manfaat. Baliqni tashlasa, baliq o'sishdan to'xtasa yoki bo'lmasa unim ko'payib ketadigan bo'lsa yoki bo'lmasa men suvni to'g'ri balanslay olmasam nima qilishim kerak degan savollar bo'ladi. Hisob borki, baliq ochlikdan o'lmaydi, baliq to'qlikdan o'lmaydi. Bu temperaturadagi xato oxiri boradida baliq kasal qilishiga, o'limiga sabab bo'ladi. yangi boshlayotgan odamlarga aytgan bo'lardim, 1 gektar. Men endi sazan to'g'risida gapiryapman. Faqat muammoli vaziyat ham bo'lgan, men 15 mingta tashlab ko'rganman eksperiment. Tajriba, lekin qilishni tavsiya qilmayman hech kimga. Juda menga stressga sabab bo'lgan. Men o'zimga ham baliqga. Xato ishlardan deyman yoki tavakkalchilikka yo'l qo'yiladigan ishlardan biri baliqchilarda kimningdir qilgan natijasini o'shani men qilaman deb keladi. Siz oldin qancha qilgansiz desa, men 1000 ta baliq tashlaganman. Bu qancha tashlayapsiz? 5000 ta tashladim. Yo'q, qilmaydi, baraka toping, unaqa deydi. Qanday yo'q, kurasha oladimi? Baliqchilik ham suvni tagida bu boshqa jonzotlarga o'xshab tovuq yo'q, qo'y, mol deb o'ziga ko'rinib turmaydi. O'tib ketsangiz ko'rinmaydi. Keskin turda o'lib. 6 gektar, 5,5 gektar suvda 86 tonna baliq qolgan. Bu O'sha bizada 3 ta shu ish bizni kasallik chaqiradigan asosiy. O'zi shu 3 tadan ehtiyot bo'ladigan bo'lsak, bu jarayonlar doim to'g'ri qilinsa, baliq kasal bo'lmaydi. Oldin olib ketadi. haligi 20 sotlik, 10 sotlikda men shu yerdan baliqchilik qilaman deyish bu hobbi uchun bo'ladi. Lekin tadbirkorchilik uchun eng kamida 10 tonna baliq yetishtirish tavsiya etiladi. Assalomu alaykum hurmatli baliqchi aka-ukalarimiz. Mana bugun biz Aquagratik jamoasi bilan birgalikda sizlarning muammolaringizga, og'riqli muammolaringizga yechim bo'ladigan masalalar bo'yicha kichik podkastimizni o'tkazyapmiz. Bu podkastimizda hozirda qatnashchilarimiz issiq suv baliqchiligi bo'yicha mutaxassisimiz, amaliy mutaxassisimiz Iskandar akam, sovuq suv baliqchiligi bo'yicha amaliy mutaxassisimiz Dilshod akam va O'zbekiston baliqchilik ilmiy markazi bo'yicha boshlig'i Dilmurod akam Shohmardonovlar bo'ladi. Bu podkastimizdan asosiy maqsad baliqchilikda ko'p uchraydigan muammolar va bu muammolarga Aquagratik jamoasining qanday yechim berishi haqida bo'lib o'tadi. Bu mavzular to'g'risida hozir bizga to'liqroq Dilshod akam tushuntirish berib o'tadilar. Xudo xolasa. Katta rahmat. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, bizni kuzatuvchilar. Menimcha birinchi urg'uni, e'tiborni Aquagratik jamoasiga, loyihasiga qaratmoqchiman. Bu o'zi loyiha qanday loyiha? Nima uchun bu tuzildi loyiha? Kimlar jamoada va nima yechim bera oladi? Bizning endi maqsadimiz baliqchilik ni rivojlantirish bo'lgani sababli hozirgi mana 5 yil, 7 yil, 10 yil davomida bo'lib kelayotgan kamchiliklar, qiyinchiliklar, yo'qotishlarni yoki shunga yarasha yutuqlarni ham ko'rib kelyapmiz. Bularning hammasini jamlagan holda masalalarni, muammolarni yangicha yondashib yechim berish maqsadida bu loyihani tuzyapmiz. Ko'pchilikning yordami bilan, mutaxassislarning yordamlari bilan birgalikda bir nechta podkast, bir nechta efirlar qilmoqchimiz. Agar ruxsat beradigan bo'lsanglar, birinchi asosiy mavzuimiz baliqchilikdagi muammolar bo'lyapti. Lekin shu loyihamizni asosiy missiyasi, maqsadi ko'maklashish deyapmiz. Hamma ko'maklashib yuribdi. To'g'risini aytsak, ana baliqchilar bir-biriga ustoz, shogird bo'lib, qo'ldan kelgancha yordam berib, lekin aynan shu loyihamiz bizaga va baliqchilarga nima o'zi imkoniyatlarni ochib beradi? Shu savolga javob bersak. Iskandar aka. Assalomu alaykum. Avvalambor, mana shu loyiha to'g'risida aynan Aquagratik brendi loyihasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, meni tushuncham bu O'zbekiston baliqchiligida texnologiyalarni joriy qilib, suvlarni tejash, ilmni oshirib, hosildorlikni oshirish, jamoaviy ishlab O'zbekistondagi tarqoq bilimlarni bitta joyga jamlab, odamlarga mana shu baliqchilik yo'nalishidan ko'proq manfaat olish uchun ilmiy asoslangan sistemali yechimlarni berib
bitta jamoaga O'zbekistondagi hamma baliqchini birlashtirish maqsadida shu loyihani Xudo xolasa ishga tushirishni o'ylayapmiz. Bu narsa yillar davomida inshaalloh davom etadi degan umiddaman. Xudo xolasa bu jamoamizga butun O'zbekiston bo'yicha ham eng kuchli mutaxassislar, balki Markaziy Osiyo, balki SNGdagi mutaxassislarni olib kelish, chet ellardan mutaxassislarni olib kelib, suhbatlar uyushtirish, forumlar qilish, har xil o'quv kurslari qilish, amaliy baliqchilarni xo'jaligiga chiqib, u yerda ko'chma laboratoriya bilan u yerda qanaqadir yechimlar berish, baliqchilarga qanaqa baliq yetishtirsa, ular uchun raqobatda, bozor imkoniyatlaridan foydalanib, o'z resurslaridan to'g'ri oqilona foydalanib, yaxshi daromadga chiqib, ko'ngil xotirjam, ko'ngil to'lib ishlashiga ko'maklashish maqsadida qilingan loyiha. Dilmurod aka, siz nima deysiz? Aynan shu narsa baliqchilarga kerak deb o'ylaysizmi? Endi oxirgi yillarda baliqchilik sohasi rivojlanib ketyapti. Xo'jaliklar juda ko'payib ketdi bugungi kunda. Baliqchilik endi o'zi holat sifatida qaysidir ma'lum bir darajada bilim va ko'nikmani talab qiladi. Ya'ni shu bilim yoki ko'nikmasiga ega bo'lmagan bo'lsa, bu baliqchi yuqori natijalarga yo bir foydaga umumiy misol uchun tadbirkorlik nuqtai nazaridan qarayotgan bo'lsak, foydaga erishishi qiyinroq. Biz misol uchun juda ko'p baliqchilarni bilamiz. Yillab zarar bilan ishlab kelayotganligini, hozir kungacha misol uchun yoki bir yuqori foyda ololmayotganligini, boshqa baliqchilar bor, juda yaxshi natijalarga erishayotganligi. Endi baliqchilar bugungi kunda soni ko'payapti, ishlab chiqarayotgan balig'imizning miqdori ko'payapti. O'zbekistondagi baliqchilikdagi o'zgarishlar O'rta Osiyoda ham, misol uchun dunyoda ham bir qaysidir ma'noda tan olinyaptiki, juda tez rivojlanish bizada. Boshlanganda shu oddiy hovuz texnologiyasidan boshlandi. Bugun har xil yo'nalishlarimiz bor, basseynlar bor, sadoklar bor. Yildan yilga shu suv tanqisligi yuzaga kelyapti va baliqchilar intensiv baliq yetishtirishga harakat qilyapti. Oddiy polikulturada yetishtirish qaysidir darajada bilim talab qiladi, lekin intensiv darajada baliq yetishtirish bu endi chuqurroq bilim talab qiladi. Bilim endi misol bugun baliqchilarni olib borib hammasini agrar universitetga yoki bir biror universitetga o'tirg'izib o'qitalmaymiz. Ular 5 yil yo 4 yil o'qib mutaxassis darajasiga chiqadigan vaqtimiz, imkoniyatimiz yo'q bu narsaga. Shuning uchun mutaxassislarni kerakli paytda o'sha mavsumga inobatga olgan holda yoki bir texnologiyani inobatga olgan holda, ya'ni bir basseynchilik bo'ladigan bo'lsa, bir basseyn bo'yicha mutaxassislarini, shu yopiq suv tizimi bo'lsa, yopiq suv tizimi mutaxassisini olib kelsak, yoki o'sha sadokda yetkazayotgan bo'lsa, sadokda mutaxassisini olib kelsak, umuman kaftda yetkazayotganda bir boshqa masala, farelda yetkazayotganda bir boshqa masala. Hammasiga umumiy bir javob bersak, ya'ni bizlar bir rivojlanish davrida talab yuzaga keldi, bilim talabi. Bilim talabi shu bir ma'lum bir guruhlar tuzildi. Ma'lum bir mutaxassislar o'sha guruhlarda chatlar o'tkazish orqali boshqa sifatda berildi. Bu endi qaysidir ma'noda o'zining natijasini berdi. Bugun o'sha bizlar baliqchilikni o'zida bir yangi darajaga ko'tarilayotgan bo'lsak, bu rivojlanish ham, bu anaqa ham boshqa bir darajani talab qilyapti. Bu daraja o'ylaymanki, mana shu podkastlarni tashkil qilish hisobiga, yaxshi mutaxassislarni jalb qilish hisobiga, nima deydi, bu yerda bir aynan manfaatli emas, umumiy baliqchilarning manfaati, umumiy muammoni yechishga qaratilgan temalar erkin mavzuda munosabat qilinsa, o'ylaymanki, baliqchilarimizning eng manfaatli ish bo'ladi. Shuning uchun bugun mana shu takliflar bo'lganda bunga bosh qo'shishimizning ham asosiy sababi bundan baliqchiga manfaat bor. Bugun o'sha zarar ko'rib ishlayotgan yoki misol uchun juda oz foydaga ishlayotgan baliqchini bugun manfaat ko'rishini, ko'proq foyda ko'rishini, el uchun ko'proq baliq yetishtirishni bir sharoitiga qaysidir ma'noda hissa qo'shsak, shundan xursand bo'lgan holda, nima deydi, hech qanday manfaatlarsiz baliqchilarning manfaatini himoya qilgan holda chiqib gaplashmoqchimiz. Bu erkin suhbat bo'lishi kerak, erkin anaqa, hamma fikrlar bemalol gapiriladi. Ya'ni bir fikrni bemalol bugun oldinga qo'yib 3-4 ta mutaxassis bilan gaplashib joyiga qo'ya olishdi. Misol boshqa chatlarda, boshqa ishlarda qilayotganimizda bu narsa o'zini yaxshi natijasini bermasligi mumkin. Bugun ochiq oydin bo'ladi bu joyda ko'rishib, yuzma-yuz gaplashib,
Bu narsani baliqchilarga yetkazish ancha yaxshi, manfaatli ish deyman. O'ylaymanki, bu xayrli bo'lsin boshlagan ishimiz. Uzoq, davomli bo'lsin, manfaatli bo'lsin bu narsa. Shuning uchun hamma qo'ldan kelgancha o'sha mana yerda ko'radi, baliqchilar ko'radi, mutaxassislar ko'radi. Taklif berishsin, qaysidir bir manfaatli, baliqchi uchun manfaatli bugun shuni tarqatish imkoni bo'lmay turgan bo'lsa, o'sha odamni olib kelib shu manfaatni yerda tarqataylik. Shu jumladan endi Aqua Agratech brend sifatida bugun O'zbekistonda mana shu ishni yurg'izmoqchi bo'lyapti. Bunga o'ylaymanki, hamma har tomonlama ko'mak berishga tayyor. O'zi brend bizga kerakmidi? Biz masalan shu sohada ta'minotchi yo'nalishida baliqchilik uskunalari, baliqchilik ozuqasida masalan 6 yildan beri faoliyat qilyapmiz. O'zi baliqchilikka kirib kelganim 8 yil atrofida bo'lgan bo'lsa, biz shundoq ham mahsulotimizni xaridorimiz bor edi bozorda. Bizning hamkorlarimiz bor edi. Siz aytayotgan gaplaringiz to'g'riligini yana bir marta aytmoqchimanki, biz shu sohada nimaga brend qildik deb men o'zimga savol bersam, shu oldin hech qanaqa bir majburiyat olmaganmiz-da. Qaysi ma'noda? Xohlasak yem olib kelib sotdik, xohlasak apparatura olib kelib sotdik, xohlasak nasos, xohlasak vitamin, dori, unaqa o'sha narsalar odamlarni charchatib qo'ydi. Bir kun telefon qiladi, shu yemingiz bormi? Ayyo, tugab qoldi aka, men kelmay qoldi, men busi bor. Ammo bu apparat buzilib qoldi, bunga zapchasi bormi? Kelganda olib keltirib beraman. Shu ishlarni odamlar charchadi. Biz o'zimiz ham qilayotgan oldingi ishlarimizni bir pog'ona tepaga chiqarib, servislari bilan, call centerlari bilan, odamlarni ilmlarini birlashtirish bilan, chet eldan mutaxassislarni olib kelib, har xil ilmiy yechimlar berish bilan odamlarga uzluksiz yechimlar, muammolariga, savollariga javoblar ta'minotida kelishilgan aniq faktlarga ega bo'lgan, yuridik huquqqa ega bo'lgan shartnomalar qilish evaziga mana shu brendda butun O'zbekistondagi ta'minotchilar bor, mutaxassislar bor, baliqchi, amaliyotchi, olimlar bor, hammasini birlashtirib O'zbekiston baliqchilarini bir pog'ona, balkim 5 pog'ona, 10 pog'ona tepaga olib chiqib, balkim O'zbekiston bozorida o'z kuchimizni birlashtirib, balkim jahon bozoriga, eksportiga chiqadigan darajada ilmimiz bilan, mahsulotimiz bilan birlashish maqsadida, asosiy maqsad. Baliqchilarimizning savollari kelib tushgan. Bulardan savol eng umumiylarni oldik. Umumiylardan biri shu 2026-yilda suv va yem muammolarida bizning brendimiz qanday yechimlar bera oladi? Men umumiy muammoni kelib chiqishiga nazar solgan bo'lardim. Mana endi baliqchiligimiz aytaylik mustaqillik paytdan beri sekin-sekin rivojlanib kelyapti, lekin 2016-2017-yillarda jadal rivoj bilan ko'tarilish bo'lyapti. Bunga bir nechta sabablar bor. Davlatning o'zini stimulirovanyasi, yangi qarorlar bilan baliqchilikni rivojlantirishimiz kerakligini tushunganimiz hisobiga. Shu bilan birgalikda bizni regionimizda issiq kunlar ko'p bo'lgani uchun issiq suv baliqlari rivoji juda yuqori. Lekin bularning hammasi ko'proq ekstensiv usullarda yetishtirilishi ko'zda tutilgan. Lekin ko'rib kelyapmizki, yildan yilga suv tanqisligi mavjud. Iqlim o'zgarishi bor. Issiqliklar, ya'ni suvni ispareniyasiga, ya'ni parlanishiga yuqori ta'sir qilib, suvning miqdorini kamaytirish holatlari bor. Kislorodga bo'lgan tanqislik bor. Va shu bilan birgalikda baliqni iste'moliga bo'lgan talablar ham yuqori. Aholimiz oshib boryapti. Baliqlarga bo'lgan iste'moliga bo'lgan talab yana ham yuqorilab boryapti. Bularni yetishtirib berish o'z vaqtida kerakli miqdorda yetkazib berish ham, yetishtirib berish ham bu ham bitta masalalarga duch kelyapti. Lekin shu muammolarni oldini olgan holda ekstensiv metodlardan biz hozir sekin yarim intensiv metodlar haqida xabaringiz bo'lsa, ancha yillardan beri gapirib kelinyapti. Aksariyat hollarda oxirgi 2 yilda aksariyat hollarda intensiv metodlar, yarim intensiv metodlarga urg'u berilyapti. Albatta, bu o'zi nima degani intensiv metod? Intensiv metod bu kichik joyda qisqa vaqt ichida ko'p baliq yetishtirish.
oddiy qilib aytadigan bo'lsak, buni to'g'ri suvni boshqarish, to'g'ri texnologiyani joriy qilish, ko'lni to'g'ri tashkillashtirish, kerakli miqdorda baliq solish, sog'lom baliq yoki mahsuldorligi yoki aytaylik nasl nuqtai nazaridan yaxshi baliq chovoqlarini tashlash haqida gap ketyapti. To'g'ri oziqa bilan oziqlantirish, chunki tabiiy oziqa bu bir narsa, lekin yarim intensiv sistemalarga keladigan bo'lsak, bizga balanslashgan sifatli oziqalar kerak bo'ladi, chunki bu ham eng muhim talablardan bittasi hisoblanadi. Va mana oldingi yillarga nazar soladigan bo'lsak, bizda o'sha yem tanqisligi yoki texnologiyani yetishmasligi yoki ko'llarni qurilishi amalga oshirilgan, lekin uni to'g'irlash imkoniyatlari yo'qligi, o'sha sharoitdan kelib chiqqan holda ish olib borish kerakligi bilan hammasi baliqchilarda muammo tug'dirayotganini ko'rib kelyapmiz. Bu loyihamiz, bu tashkilotimiz aynan baliq yemlari masalasida, baliqchilikdagi texnologiyalar masalasida mutaxassislar yo'nalishlarda xizmat ko'rsatsa, yordam bersa, yo'nalishlar bersa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Dilmurod aka, hozirda baliqchilikka ko'plab tadbirkorlarimiz kirishni boshladi. Ya'ni prezidentimiz tomonidan qo'llangan yordamlar asosida baliqchilikka qiziqish ko'paygan. Bu yangi kelgan baliqchilarda tushadigan ko'pchilik savollar bor. Misol uchun, baliqni tashlasam, baliq o'sishdan to'xtasa yoki bo'lmasa o'lim ko'payib ketadigan bo'lsa yoki bo'lmasa men suvni to'g'ri balanslay olmasam nima qilishim kerak degan savollar bo'ladi. Bularga bir o'zingiz qisqacha ma'lumotlar berib o'tsangiz, bu baliqchilarimizga juda katta manfaat bo'ladi degan umiddaman. Albatta, endi shu baliqchilik yangi boshlaydigan odamlarga aytib o'tganimdek, qaysidir ma'noda bilimi va ko'nikmasi bo'lmasa, bu masala og'ir. Ya'ni xatoga yo'l qo'yishni boshlaydi. O'shaning uchun xato qilmaslik uchun albatta bir qandaydir ustoz olish kerak, qandaydir bilim olish kerak va o'zini imkoniyatlarini hisob-kitobini olish kerak. Shunda misol uchun birinchi qilayotgan xatomiz baliqni ko'lni qurilishi, suv masalasi. Ikkinchisi o'sha ko'lga inobatga olmasdan tashlangan baliqning miqdori. Uchinchisi oziqlantirishda noto'g'riligi. Shu 3 ta narsa biz uchun asosiy narsa. Shuni misol uchun qaysidir ma'noda ilmini olsa, xato qilmaydi. Misol uchun, ya'ni baliqning o'lishiga, kasalligiga, boshqa narsaga xato qilmaydi. Bu endi juda keng tushunchalar. Misol uchun bugun hozir kirib ketaveramiz, oxirigacha kirib ketaveramiz, lekin ya'ni ko'l qanday qurilgan bo'lsa, o'sha ko'lga yarasha baliq soni bo'lishi kerak. O'sha baliq soniga yarasha to'g'ri oziqlantirish bo'lishi kerak. Ya'ni bir hisob-kitob borki, baliq ochlikdan o'lmaydi. Baliq to'qlikdan o'lishi mumkin. Ya'ni ko'p oziqa berib o'ldirishimiz mumkin bu narsani. Baliq och tursa o'zi turaveradi, tabiiy oziqasi bilan boshqasi bilan o'lib qolmaydi baliq. O'smasligi mumkin, ariqlashi mumkin, lekin o'lib qolmaydi. Biz o'ldiradiganlar, kasal qiladiganlar faqat oziqlantirish bilan qilamiz. Bu hammasi bir-biriga bog'liq bo'lgan jarayon. Shuning uchun buni ilmini olishga harakat qilish kerak baribir. Iskandar aka, mamlakatimiz asosan issiq, aytib o'tilgandek issiq o'lka bo'lganligi sababli bizani mamlakatimizda issiq ko'l baliqchiligi bo'yicha savollar ko'p bo'ladi. Ya'ni karp, sazan balig'i. Sazan balig'i. Baliqchilar orasida juda ko'p aylanadigan gaplar bor. Ya'ni suv ko'k bo'ladigan bo'lsa bu yaxshi yoki bo'lmasa amur qovuzni tozalab beradi degan gaplar bor-da. Bularga qanday qaraysiz? Issiq suv baliqchiligi bizda asosan rivojlanganini sababi bizda tekisliklar oxir daryolarimiz ko'p. O'shani hisobiga bizda ham 300 kun bo'lsa, o'shani 200 kunida baliqchilik sezoni davom etadi. Juda qulay bo'lgani uchun iminni aynan o'sha issiq suv baliqchiligi bizda keng tarqalgan. Imin ya'ni aynan shu suvni biz yashil bo'lib ketishi, ya'ni sviteniya deymiz. Suv ko'k o'tlarining miqdorining o'lchamlari. Biz eshitganmiz, ustoz, shu o'zim ham baliqchilikda shug'ullanganimda sviteniya, ya'ni suv ko'k yashil o'tlarini, bir hujayrali o'tlarni chuqurligi, ko'rinishi 20 santimetrda turishi kerak deyiladi. Buni qanday santimetrlar bilan, turba bilan biz o'lchardik. O'shani men o'zim 12 santimetrgacha olib kelganman. Lekin o'shandan ko'tarilib ketganda, menda o'zimda baliqlar o'lishni boshlaganda, eng katta baliqlar o'lishni boshlar ekan, sababi katta baliqda kislorod rasxoti ko'proq darajada.
O'shaning uchun eng kattalar birinchi o'lishni boshlaydi. O'shanda men tushunib yetdimki, shu 10-20 ni orasida ushlash normal, lekin 15 optimal deb tushunganman. Sviteniya. Endi sviteniya bu asosan ekstensiv baliqchilik uchun gapiriladigan narsa. Intensiv, yarim intensiv yo'nalishlarda sviteniyani hisobga olish sal qiyin. Unga orientir olish sal noto'g'ri bo'lib qoladi. Sababi u yerda zichlik juda baland bo'ladi. Bu o'z-o'zidan bu suv yashil o'tlari kechqurun kislorod xarajat qiladi. Kislorod potrебленияsi bo'ladi ularda. O'shani hisobiga bu xavf. Uni hisobga olib ishlash qanchalik to'g'riligini o'sha ko'lni qurilishidan yoki o'sha biznes qilayotgan tadbirkorni o'z biznes rejasidan kelib chiqish kerak. Ya'ni zich boqadigan odam bu sviteniyaga mo'ljal olish, orientir olishi noto'g'ri deb hisoblayman men. Bu amur balig'i to'g'risida rahmatli Dilshod aka Karimov juda ko'p kuyunib gapirardilar. Ularni eslasak, mana 1 gektar yerga 100 tadan ko'p amur tashlamalaring derdi. Ko'pchilik shunaqa qiladi. Yangi boshlagan, ayniqsa yangi boshlagan baliqchilarda shunaqa bo'ladi. U yerni, hovuzni olgan bo'ladi, yangi. O'sha paytda ko'l to'liq tozalanmagan. Ya'ni qamish bo'ladi, o'tlar bo'ladi, chekkalarda. O'sha o'tlarning hisobiga bularni qanchadir 100 ta, 200 ta, 500 ta amur o'sib ketgan bo'ladi. Bu keyingi yilga shunaqa signal oladiki, o'sha amurni men ko'paytirsam, demak bu tekin katta bo'lar ekan. Bu o'zi bilan o'zi katta bo'lar ekan. Bir 500 gram tashlagan balig'im 5 kilo bo'lib ketdi degan qanaqadir noto'g'ri qanaqa faktlar bo'lib qoladi. Nimaga noto'g'ri deyapman? Amur balig'i bizda o'zi Xitoyda, boshqa davlatlarda amurni intensiv usulda ham yetishtirish bor. Uni ozuqasi ustida ishlangan, uni yem zavodlar, olimlar uni yechimini topgan. Lekin bizda amur uchun bo'lak yem yo'q. O'shani hisobiga amurni faqat o't bilan boqiladi bizda. Meni eshitishim bo'yicha shu amur balig'i o'z hajmiga teng o'tni bir kunda yeydi. Bu degani 1 kilo amur 1 kilo o'tni yeydi degani. Agar mabodo u yem yeb qo'ysa, yem unga og'irlik qiladi. Yem uni o'limiga olib keladi. Sababi yem og'irlik qiladi, kuchli narsa. O't kuchsiz narsa. O'shani hisobiga bular birinchi aytganimdek, birinchi yilida 500 ta amur tashlab qanaqadir natijaga yetgan bo'lsa, keyingi yili o'shani 1000 ta qilib tashlaydi. Bu juda katta xato bo'ladi. Rahmatli Dilshod aka aytardilar, 100 ta maksimum 1 gektariga derdilar. Bu men u ham ko'p deb hisoblayman, agar ko'lda hech qanaqa o't bo'lmasa. Men o'zim necha marta uni sinaganman, yosh paytida o'lib ketadi. Yosh paytida sababi o't bilan yemni farqiga bormaydi-da amur. Bu degani 100 gram, 50 gram paytida. Undan katta paytda o'tga orientir oladi u. Lekin o't bo'lmasa baribir o'smay qoladi. Agar siz o't bor deb o'ylab yoki o'tni tashlayman отдельно bu yoqda bo'lak bedami, qamishmi desangiz, u suvni ifloslantiradi. Suvni ifloslantiradi, kislorodni xarajat qiladi. O'shani hisobiga u yerdagi qolgan baliqlarda kislorodni goladaniya, kisloroddan yetishmasligi bo'ladi va o'lim yuzaga keladi. Men amur balig'iga unaqa orientir olishni tavsiya qilmagan bo'lardim. Bizda asosan sazanga olish kerak. Sazanni kislorod anaqasi to'g'risida ilmlar bor. Qanchalik yechim bor, ozuqasida ancha yechimlar topshirilgan, kasalliklarda yechimlar topilgan. Bozorda eng katta hajmda sotib olinadigan baliq turi ham bu aynan karp sazan balig'i. Dilmurod aka, hozir ham aytib o'tdingiz, baliqqa ko'p yem berish o'ldiradi dedingiz. Unda qanday boqish kerak? Odamlarda bilasiz, shunaqa tushuncha borki, qanchalik ko'p yesang, shunchalik tez semirasan. Baliqchilikda bu qanday? Va chuqurroq javob bersangiz, shu masalada to'liqroq javob bersangiz, xudo xolasa bizga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Endi baliqchilik ham katta ilm. Ya'ni buni ilmini olish kerak. Oddiy uni bilan endi bitta oddiy tushuntirishimiz mumkin. Lekin juda ko'p vaqtimiz, masalan, to'liq tushuntirish uchun ancha vaqtimiz ketadi. Masalasi shundan iboratki, oziqlantirish qaysi holatda bo'lsa, qancha bo'lishini inobatga olish kerak. Birinchi oziqlantirishni ta'sir etadigan birinchi narsa bu harorat. Ya'ni bahorda bu harorat bizning baliqchilarimiz o'ylaydiki, shu bahorda boshlasak, yozga qarab ko'paytirib ketaverishimiz kerak degan tushuncha bor.
Ya'ni biz bir 20 gradusda oziqlantirishni boshlagan bo'lsak, buni eng yuqori tochkasi 28 gradus. Ya'ni oziqlantirish ko'tarilib kelayotgan tochka 28 gradus. Bo'ldi 28 dan tushish kerak keyin pastga qarab. Bizanikilar 28 dan o'tgandan keyin shu boyagi temperaturaga bog'laydi o'zini fikrida. Bog'laydi 30 gradusda ham demak 28 dan o'tdimi? 28 dan eng yuqori o'rin, misol uchun o'sha endi kattarib ketgan bo'lgan paytlariga to'g'ri kelayotgan bo'lsa 1,5%dir, shu atrofda yem olayotgan bo'lsa, endi yemda har bir yemda o'zining tavsiyasi bor. O'sha tavsiyadan kelib chiqib, misol uchun 1,5% eng yuqoriga chiqqan bo'lsa, 29 bo'lsa 1,6 qilaman dedi-da. Ay 30 bo'lsa 1,8 qilaman, chunki issiq bo'lyapti, temperatura ko'tarildi degan fikrda. Unday emas. O'sha 29 bo'ldimi, endi bu 1,5 bo'lish kerak o'zi. Ya'ni avgust oylarida, o'sha iyulda oxirida boyagi eng pikka chiqqan payti suvlar o'sha 28 dan yuqori bo'lib ketgan payti odamlar qo'shishni boshlaydi. Baliq nimadir bo'lgan yetib olaman deydi, bir o'ziga maqsad qo'yib olgan. 2 kilo qilishim kerak deydi, rashyotni oladi, bir baliqqa uncha yem yoki bir kilosiga buncha yem, o'zini bir qaysidir hisobini oladi-da, uradi o'sha narsani. Bu temperaturadagi xato oxiri boradi-da, baliqni kasal qilishiga, o'limiga sabab bo'ladi. Shu temperaturadagi xato. Ikkinchi xatomiz kislorod bilan yo'l qo'yiladigan xato. Temperatura zo'r bo'lishi mumkin. Baliqqa kislorod bo'lmaydigan bo'lsa, u narsa ana u. Endi bugun kislorodning hisob-kitoblari bor. Boyagi bir gapirilganda ancha gap bo'lganligi uchun bir-biriga ko'p bog'lash kerak bo'lgani uchun buni chatlarda bir narsa tushuntirib bo'lmaydi. Buni o'quv kursiga bir o'tirib bemalol bir kishi bilan gaplasang, tushuntirsang bo'ladi, chunki katta vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni buni aytayotganimiz kislorodni odamlarimiz hisoblaydi. Bizda misol uchun umumiy bir suvda shuncha kislorod bo'lsa, hamma yemga bir nima bog'lab tashlaydi. Bu suvning ichida juda ko'p narsa bor. Kislorodni iste'mol qiladigan. O'shaning uchun kislorodni hisobini noto'g'ri oladi. Yemni hazm bo'lish jarayoni kislorodning miqdoriga bog'liq. Temperatura muhim deganimiz sababini bir narsa qilib aytib, misol uchun temperatura kislorod sovuq suvda juda zo'r bo'ladi. Misol uchun 10 gradus suvda zo'r kislorod bo'ladi. Lekin u payt yem berolmaysiz unga. Yem berganda foydasi yo'q. Metabolizm ishlamaydi. Ishlamaydi, ya'ni. Shuning uchun temperatura birinchi. Temperatura birinchi. Ikkinchi kislorod. Agar shu kislorod bo'lmasa, misol uchun temperatura 1000 zo'r bo'laversin. Kisloroding bo'lmasa, misol uchun biz 8-9 kislorod kutib turibmizmi, o'sha yetdimi? Demak, sootvestenni yemni 1,5 emas, 1,2, 1,1 berasan. Qayerdadir kislorod tushib ketgan bo'lsa, yem bermaysan. To'xtatasan yemni. Ya'ni bir holat bo'ldi, sal muammo bo'ldi, birinchi qiladigan ishimiz yemni to'xtatishimiz kerak. Chunki bu endi jarayon, o'sha yem hazm jarayoni bor, baliqda hazm jarayoni. Ikkita narsani birdan bilish kerak-da. Baliq birinchidan kislorod olib yashaydi. Mana oddiy yurganda bir kislorod ishlatadi. Ovqat yegandan keyin hazm qilayotganda u 2 barobar kislorod ishlashni boshlaydi. Endi ovqat hazm qilish jarayonida chiqarayotgan ammiak, nitritlar bularni hazm qilish uchun bunga alohida kislorod kerak. Buni hammasini bilimi bilan, ilmi bilan hisob-kitobini to'liq, bu ham oddiy kalkulyatorga solinadigan narsa lekin. Shuni aniqlab, shu hisob-kitobni oladigan bo'lsa, bemalol biz misol uchun shu ikkita xato bizni aniq qilishi mumkin. Baliqni kasallanishiga, o'limiga olib kelishi mumkin. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, baliqchilik ko'r-ko'rona emas, albatta hisob-kitob bilan, tavakkalchiliksiz, sabr bilan, lekin hisob-kitob bilan bajarilishi kerak bo'lgan narsa. Aynan. To'g'rimi? Baliqchilik kalkulyator bilan ishlaydigan ish o'zi. Bu boshqacha bo'lishi mumkin. Tagida ko'rinmaydi degan narsalar bu mif. To'g'rimi? Ko'rinmagani uchun kalkulyator qilish kerak. Suvni tarkibini o'lchash mumkin, bemalol. Baliqning sog'lig'ini olib, yorib, yormasdan ham tekshirish mumkin. Kislorodni bilish mumkin. Uskunalar bor har xil. Baliqni qancha yerga qancha baliq tashalishi kerak degan aniq yechimlari bor. Demak, sohada qanaqadir miflarga o'rin yo'q. Ustozlardan, natijaga erishgan odamlardan yoki o'z yo'nalishida, o'z iqlimida, masalan, Vodiyda yoki Xorazmda yoki Qoraqalpoqda yaxshi natijaga erishgan odamlarni o'z qo'ni-qo'shnilaridan olish mumkin ilm. Qanchalik bo'lsa.
Qarang, yana bir qancha qiziqarli savollarimiz bor. Ulardan biri boya aytib o'tdingiz, baliqqa asosan harorat o'sish uchun kislorod kerak dedingiz. Endi shu o'rinda savol bor. Hovuzga, ya'ni 1 gektar hovuz deb oladigan bo'lsak, baliqning optimal tashash hajmi, ya'ni qancha baliq tashash kerak va uning zichligi qanday bo'lishi, yo'llarni tutishimiz kerak. Hozir son masalasida baliqchilikda aynan bir gektar hajmidami yoki yarim gektar hajmidagi bo'lgan ko'lga qanaqa sonda baliq tashlash bu optimal deb hisoblaysiz? Keyin men o'zimning tajribamda o'tganini xulosa qilib qo'shimcha qilib aytib o'taman. Endi buni aytib o'tganimda baliqni sonini tashlash kalkulyatorning ishi. Takel falonchaga aytdi, to'lanchaga aytdi, meni ko'lim bunday, uni ko'li unday. Ko'l bir-biridan keskin farq qiladi. Ya'ni Iskandar akaning ko'lida bo'layotgan ish meni ko'limda to'g'ri kelmaydi. Misol. Meni ko'limda bo'ladigan siz ko'lingizda to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bir hisob-kitob qilayotganda, baliqni tashlayotganda fermerni hisob-kitobini olish kerak o'zi. Fermer o'zi nima qilmoqchi? Biz hisob-kitobni qilayotganda bizani odamlar bahordagi holatni hisoblaydi. Yo'q, u payti emas. Bizda avgustda 20-chilarga borib nima situatsiya bo'ladi ko'lda degan savolni qo'yish kerak. Ana shu paytda nimani ko'taradi ko'l? Mana ya'ni baliqchilikda o'zini ustida ishlamasdan baliqchilikda rivojlanib bo'lmaydi. O'sha ko'lini u odam yoddan bilish kerak. Qanday suv kiradi, nima bo'ladi, qaysi suv kirsa qanday bo'ladi, nima o'zgarish bo'ladi, qaysi oyda nima o'zgarish bo'ladi, hammasi. Ya'ni biz aytayotganimiz orqadan oldinga qarab kelishimiz kerak baliq tashlashimiz uchun. O'zi menga qancha baliq kerak? Necha kilo bo'lish kerak u? degan savollarga kelish kerak. Men misol uchun moliyalashtira oladi. Endi misol uchun 3 kilolik baliq yetishtiraman degan odamga 5000 tadan tashlasa, hayotda 3 kilo qila olmaydi, uchun ko'li uni ko'tara olmaydi uni. Ya aka, men 3 kilolik baliq qilmoqchiman. Shuncha maydonim bor, shunim bor desa, shundan zarbleynan masalasi kelib chiqish boshlaydi. Orqadan kelish kerak. Oldindan men tashlayman, ko'taraman degan fikr yo'q. Orqadan menga mana shuncha tonna shunaqa baliqdan, mana shuncha tonna shunaqa baliqdan, shuncha tonna mana shuncha baliqdan shu naveskada kerak desa, o'sha naveskani inobatga olib, vaznni inobatga olib baliqlantirish amalga oshiriladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala ko'l va suvning sharoiti inobatga olinadi. Masalan, suvingiz juda yaxshi kirib chiqadigan bo'lsa, ko'lingiz juda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, uni bir chegaralaydigan joyi yo'q. Bemalol tashab ketaverasiz. Bu karpchilikka bog'liq bo'lgan narsa. Karpchilikka bog'liq bo'lgan. Ya'ni karpni biz oziqa bilan boqamiz. Uni oziqani ta'siri, boshqani ta'siri, plyus, ijobiy ta'sir, salbiy ta'sir o'sha o'lchamlarni olamiz. Endi biz tavstolobik tashlamoqchimiz. Tavstolobik ham kalkulyatorning ishi. Tavstolobni 1 kilo bo'lishi uchun 7 kub suv kerak. 1 kilolik tavstolob yetkazaman 50 gramlikni desang, kubini hisobga olasan, 7 ga bo'lasan, soni chiqadi. 1,5 kilo qilaman desang, sootvetvенно 7 ni 1,5 ga ko'paytirasan-da, shuni aylantirib bo'lasan, baliqlantirgan tavstolobning soni chiqadi. Amur haqida gap bo'ldi. Amurning soni izucheniya bilan kelib chiqadi. Ya'ni doimiy izlanish bilan kelib chiqadi. O'tgan yili qancha amur oldim? Mana shuncha oldim. Bu yil qancha amur oldim? Shuncha oldim. 3 yilligini olasan, misol uchun 2 tonnadan olib kelingan. 2 tonnani qo'shasan-da, endi sen misol uchun necha kilolik amur qilmoqchisan? 2 kilolik qilmoqchi bo'lsang, 2 tonnani 2 ga bo'lasan, amur soni chiqadi. 3 kilolik qilmoqchi bo'lsang, 3 ga bo'lasan, amur soni chiqadi. 4 ga bo'lasan, amur soni chiqadi. Bo'ldi. O'shanday kalkulyator bilan kelinadi bu izucheniya. Chunki tavstolobik bilan amur tabiiy ko'lni tabiiy holatiga bog'liq. Ya'ni o'sha yerdagi misol amur o'tga, boshqa narsalarga bog'liq. Tavstolobik maydonga, ya'ni paydo bo'ladigan fitoplanktonning miqdoriga bog'liq. Ko'proq tashlab qo'ysang, eshitishsin u kam bo'lib qoladi. O'shaning uchun rejani olib, hisob-kitobni olib, kalkulyator qilish kerak. Bo'ldi, uni tashlayverish kerak hisob-kitobini. Endi bundan oshiradigan masala, misol uchun karpni masalasiga, bu endi qancha aerator qo'ya olasan, qancha anaqa qila olasan. Ya'ni bir narsani bilish kerakki, suv harakatda bo'lish kerak. Suv harakatda bo'lsa, hayot bo'ladi. Shuning uchun musulmonchilikda
7 yumalagan suv halol deydi. Mana misol choy qaytarishi boshqada shu masalaga ketib, musulmonchilikda 7 yumalagan suv halol deydi. Ya'ni suv harakatda bo'layotgan bo'lsa, u misol uchun kislorod boshqa tizim o'zgaradi. Ya'ni turgan suv birdan ayniydi. Ya'ni bir ko'lmakda bitta kichkina ko'lmakchani ko'rgan bo'lsangiz, 10 kundan keyin qarasangiz, ko'k bo'lib anaqa bosib ketib, juda sasigan holatga, ya'ni hech chiqarish holatgacha yetib keladi. Lekin oqib turgan narsada bu narsa bo'lmaydi. Chunki o'sha oqish jarayonida bakteriyalarning rivojlanishi, kislorod hisob-kitob hamma narsa o'zgaradi va o'sha o'z Allohning qudrati bilan o'sha bakteriyalar paydo bo'lib, o'sha keraksiz baliq uchun zarar beradigan o'sha nitritlarni ham boshqa narsalarni iste'mol qilish, bakteriyalarning ko'payishi hisobiga suv o'z-o'zidan toza bo'ladi. Buni yurg'izishimiz uchun biza ma'lum bir texnikalarimiz bor. Aerator degan masalamiz bor, yo kislorod bilan beradigan, yo oqim hosil qiladigan har xil yo'nalishlarimiz bor. U katta suv havzasi bo'lsa, hozir katta tadbir qiladigan bo'lsak, u yerda ham bemalol misol uchun 10 tonnagacha biz yetkazish imkoniyatimiz bor, dunyo tajribalari bor. O'shaning uchun ko'rib chiqish kerak, hamma narsani hisob-kitob qilish kerak. Nima imkoniyatimiz bo'lsa, o'sha imkoniyatdan maksimal foydalanish chorasini ko'rsak bo'laveradi. Faqat ilmini, hisob-kitobini aniq qilib olishimiz kerak, xolos. Men amaliyotda o'zim baliq tashab, baliqchilar bilan aloqada bo'lib turgan holatimda men baliqlantirish, ya'ni zarbleniya mavzusida o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda eng optimal tashalish, mana optimal o'rtasini aytay, 500 tadan 4000 tagacha tashalyapti gektariga. Endi 4000 tadan ko'p tashayman, 5000 ta, 10000 ta, 20000 ta deydiganlarni eshityapmiz. Endi ular fakt deb qabul qilish sal qiyinroq tema. U yoqda uni mutaxassisi bor chetdan kelgan, yo uni seli arsenal оборудованиялari bor. Ular bir 5-10 yillik tajribaga ega bo'lgan odamlar gapiradi uni. Hozir baribir aktual bo'ladi biz uchun. Aniq raqamlarda yangi boqishlayotgan yoki 1-2 yildan beri natija ola olmayotgan baliqchilarga tavsiyada men aytgan bo'lardim, gektariga agar ozuqaga pul ajrata olaman, shu yemiga men sazan balig'ini yetishtirib qanchadir daromad olish xohlayman, ekstensiv usulda haligi o'zini holiga tashab qo'yib, har zamon makka bug'doy berib emas, tadbirkorchilik qilib, ozuqa bilan pul tikib, pul ishlashni xohlayman deydigan odam bo'lsa, 2000 tadan 4000 tagacha tashash men optimal deb hisoblayman. Nimaga desa, men bilaman, tanishlarimda 10, 20, 80 gektarlab yeri bor. Masalan, hisobini oladida, men 5000 tadan tashasam foyda bo'lar ekan. Lekin 5000 tadan tashab, uni hammasini men o'stirayotgan odamni bilmayman. O'sha 5000 ta tashayotgan ham 4 gektar joyiga 5000 ta tashagan, qolganiga 1000 tadan tashagan. Nimaga desa, agar 5000 tadan tashaganda ham 4 gektarda 20000 ta baliq bo'ladi-da. 20000 ta baliqni 2,5 kilo qilgan paytda 50 tonna bo'ladi. Yem sifatiga qarab, koeffitsient 1,5 kilodan 2 kilogacha hisoblasak, 100 tonna yem kerak. 100 tonna yemga hozirgi kundagi narxi bilan 11000 yoki 80-90 sent hisobida yo $1 ga yaqin narxda oladigan bo'lsak, bu 80 mingdan 100 ming dollargacha faqat yemni o'ziga kerak. Yem bu biznesda, baliqchilik sohasi tadbirkorchiligida 65-70% xarajatni tashkil qiladi. Faqat yemga pul topsin bo'ldi degani emas-da bu endi. Yemga ham pul topib, ishchiga ham pul topib, tokka, hamma uskunalarga pul topgan taqdirda ham suv javob beradimi degan savol bor. Suv javob bermaydigan bo'lsa, u yerda juda katta risk paydo bo'ladi-da. O'shani hisobiga yangi boshlayotgan odamlarga men aytgan bo'lardim, 1000 ta 2000 ta tashashni 1 gektarga. Men именно sazan to'g'risida gapiryapman. Karp bo'yicha. Amur masalasini gapirdik, shu 40 ta, 50 ta, 30 ta siz aytganingizdek qilib kimlarnidir natijasidan olib yoki natija qilmagan bo'lsa, shu paytgacha ham oldingi tajribasi bo'lmasa, shu 50 ta 1 gektarga tashash odamni zeriktirib qo'ymaydi. Bosh og'rig'i bo'lmaydi. O't olib kelib tashab kislorodni yo'qotib yormaydi, yo suvni aynitmaydi. Men tavsiya qilgan bo'lardim, Tavstolobni ham 1 gektarda agar intensiv yo yarim intensivda bo'lsa, uni 300 tagacha ham tushirishi 1 gektarda. Agar ekstensiv bo'lsa, 1000 ta, 1,5 ta shundoq ham tashlash mumkinligini bilishadi ko'pchilik. Bu degani, agar yarim intensivda men 300-400 tada yaxshi natija oldim. O'sha bozor mahsuloti bo'lib chiqdi Tavstolob. Agar 1000 ta tashagan bo'lsam, yarim intensivga u yerdan natija ola olmadim. Men bu narsani Xorazm klimatida aytyapman, iqlimida. O'shaning uchun bu zarbleniya temasi sal savolliroq. Individualnost talab qiladi. Uni ko'li qanchalik oldin charchamaganmi, suv sifatli suv kiradimi, mutaxassisi qanaqa,
iqtisodiy sharoiti qanaqa, u yerdagi baliq yem bilan ta'minlab bera oladimi? Shunaqa men fikr bildirgan bo'lardim baliqchilikda. Shu joyda bir savolni yoki mavzuni ko'tarmoqchi edim. O'zi baliqchilikda, ya'ni o'sha issiq suv baliqchiligi aytayotgan bo'lsak, eng optimal ko'l sharoiti necha gektar bo'lishi kerak va qancha baliqlab buni qancha daromadga kirish mumkin? Bu yo'nalishda Dilshod aka menga televideniyadan ham kelishuvdi. Shu 2022-yilda juda yaxshi men natijaga chiqqanman. O'sha paytida o'zim oldin boshlaganimdan keyin eng yaxshi natijaga chiqqan paytimda bu men 284 sentiner olganman 1 gektarda. Hisobida 1 gektar hisobida. O'zi tashlaganimda yarim gektarga 5,5 mingta baliq tashlaganman. Meni hisobim bo'yicha o'sha 5,5 mingta baliqni 550 gram 500 gram tashlaganman-da, 72 kun boqib, 72 kun. 72 kundan keyin baliqni 1 kilo 700 hajmida sotib olganman. 1 kilo 700 dan 5 mingta baliq. Keyin 3 oyda, hali bizda 6,5 oy 7 oy sezon bor deb gapirdik-ku. O'sha 72 kundan keyin men uni suzib olib sotishim va zarbleniyaga yana 20 kun ketdi. 90 kun sezon boshlanganidan birinchi anaqani sotdim men. Birinchi hosilni yozda qimmat sotdim, tez sotdim, bozorda baliq yo'q o'sha paytda, narxi qimmat. Keyin yana zarbleniya qildim. 400 gram, 300 gram, 500 gram. Bu baliqni qayerdan olding desangiz, o'zim tayyorlab turdim uni. Men bilardim, shu yozda sotaman baliqni, o'rniga yana baliq kerak menga. O'sha tashladimda yarim gektarda 5,5 mingta yana tashladim, yana 2 kilo qilib oldim yil oxirida. Bu oktyabr boshlarigacha boqdim men uni, где-то 13-mi 12-chi oktyabrlarda tugatganman yemlashni o'sha payt. 2 kilo 200 2 qilib olganman. Xulosa aytmoqchimanki, gektarida o'sha agar yarim intensiv bo'lsa 5 mingta yarim gektarga tashlash zo'r ishlar ekan. Ikkita aerator, bitta karmushka, suv shandor bilan albatta ko'l to'g'ri qurilgan bo'lishi kerak. Bu yoq qanaqa to'g'ri desangiz 60 ga 120 qilib qurilgan yoki 50 ga 100 qilib qurilgan. Qurilishida kirish qismida 80 sm chuqurlik, chiqish qismi 220-2,5 metr chuqurlik bo'lardi. Suv aylanishi intensivda masalan 3 kunda bir obmen voda bo'lardi. U yerda 3 kunda masalan o'sha yerda где-то 6,000-8,000 kub suv bo'lsa, o'sha suvni men 3 kunda almashtirardim. Men hisobim bo'yicha. Zo'r anaqa bo'lgan men uchun. Maza qilib ishlaganman, hech qanaqa baliqda muammo kuzatilmagan. Lekin shunaqa muammoli vaziyat ham bo'lgan. Men 15 mingta tashab ko'rganman, eksperiment qilib. Aynan siz ishlatadigan o'sha kompens yemlari farel uchun ishlatadiganni men o'shani klassik yemini ishlatib ko'rganman-da, berganman. Qiyin bo'lgan. Men buni tajriba, lekin qilishni tavsiya qilmayman hech kimga. Bu juda menga stressga sabab bo'lgan. Men o'zimga ham, baliqga ham. Oxiri baribir 700-800 gram bo'lganida baliqlarni olib ko'chirib yuborganman. Baliqlar siqilishni boshlagan, kechqurunlari suv qarab, o'sha ko'l meni ham halovatimni olib qo'ygan. O'shaning uchun 5 mingta eng ko'pi deb aytaman men. Meni fikrim hozirda 5 mingta. Endi super intensiv qilib olimlar, apparatura, mutaxassis ixtiyorligingiz bo'lsa, u boshqa tema. Shuning uchun yarim gektar, 1 gektarga shu 5 mingta baliq eng ko'pi deb hisoblayman men. Siz ham yetishtirgansiz qanaqa? Intensiv baliqni hisob-kitobini qilganmiz. Umumiy hisobda. Dunyo tajribasini ham ko'rib o'tiribmiz, misol uchun ko'radi, hamma har xil yetishtiradi, boshqa qiladi. Biz oxirgi kelgan to'chkamiz 1 gektarda 3 ta ko'l qilish. Uzun shu keyin eni shu 35 metr, 40 minimal 35 metr, bo'lmasa 40 metr atrofidagi bo'yi 65 dan 60 dan kam bo'lmagan ko'l. 1-2 hajm eng optimal, to'g'rimi? Masalan, eni yarim bo'lsa, bunaqasi 1, degani 1-2 razmer. Shunda atrofda yarim metrga uzun. Shunday atrofda ko'l qurilsa, u 1 gektarga 3 dona tushadi shu. O'sha 3 donada suvga qaraladi, sharoitga qaraladi, imkoniyatga qaraladi. Uni har bittasida ham 8 tonagacha, 7 tonagacha baliq yetishtirib qo'yish mumkin. Shu aynan 8 tonna yetishtirganman men. Shunday qo'shsangiz, masalan 1 gektarda 20 tonna baliq yetishtirsa bo'ladimi desa, ha, 3 ta ko'l qilib 20 tonna yetishtirib olasiz. Muammosi yo'q. Men shu yarim gektarda 17 tonna baliq olganman-da, men o'zim. Buni lekin 2 marta tashlab olganman. 72 kundan keyin baliqni sotganman. Keyin qaytadan yana 15-20 kun ichida zarbleniya qilib, yil oxirigacha boqqan.
buni qilib ishlash anavi emas, bu baliqchilik, intensiv baliqchilikda suvni oboroti katta narsani hal qiladi. Misol uchun basseynni nima uchun ko'p yetishtiramiz? Suvni oboroti zo'r. Shuning uchun ko'p yetishtiramiz. Misol uchun 5 gektarlik ko'lga misol uchun shunday tashlayman desangiz, bo'laveradi. Lekin suvni chiqara olmaysiz, ulgurmaysiz. 5 gektarga uncha suv kirita olmaysiz, uncha suv chiqara olmaysiz. Tabiiy oqim 60-80 metrdan to'xtaydi. Suv aynish ehtimoli bilan bo'ladi katta ko'lda. Bu kichkina qilib qo'yganingizdan keyin kichkinada misol uchun 1 gektar joyda 3 ta teshik. 3 ta kirayotgan joy, 3 ta chiqadigan joy turibdi. Ya'ni undan miyortizon hammasi tekis turibdi, uklonda turibdi. Juda oddiy qilib chiroyli quradigan bo'lsak, u juda katta natija beraveradi. Lekin 1 gektarda o'zida 20 tonna yetkazib olmaysiz hayotda. Anaqa bu kasal. Chunki kiradigan joyi ham bitta, chiqadigan joyi ham bitta, suvni harakati aynib qoladi ortaga borib. Misol 35 gektar, 35 metr bo'ladigan bo'lsa, u o'sha nishablik bor, nishablik 3 tomonlama. To'g'ri qilish kerak, ya'ni tepadan pastga, bu yonboshdan o'rtaga, bu yonboshdan o'rtaga. Shunda hamma narsa to'g'ri bo'ladi. Bemalol suv kiradi, chiqadi, axlatlar hammasi tez chiqib ketishiga erishasiz. Shunda misol uchun natija bo'ladi. Buni misol uchun u xuddi basseynga o'xshagan narsa. Qancha suvni ko'paytirish, nimadir ko'paytirish, kislorodni ko'paytirish hisobiga oshirib ketaverasiz uni. Anavsini. Xuddi basseynda masalan. Bunday katta ko'ldan chiqib qolasiz-da, basseyn bilan ko'lni o'rtasiga tushadi. Bu endi intensiv ko'l, tuproq intensivlashtirishda bir ma'lum bir yuqoriroq darajasi. Lekin biz eshityapmiz, 20 tonna yetishtirayotganlar ham bor. Bizni xaridorlarning orasida bilamiz. Men eshitganman, shu 16 gektar joyda 400 tonna baliq olib chiqayotgan anaqalar bor. Lekin u yerda eronlik mutaxassis bor, xitoyliklar bor. 1 gektarga 8 talab, 12 talab ayrator qo'ygan. Juda daryoni bo'yida Zarafshondan suv kiradi, endi juda katta potok bilan suv kiradi. U narsani fakt deb hammaga qabul qilish to'g'ri bo'lmaydi. U anaqa bo'ladi, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Sababi kimdadir suv aylanish yaxshi emas. Kimdadir prudi zaharli tagi botqoqli bo'ladi. U yerlarda zaharli gazlar, suv qizib ketish ehtimoli. O'shani hisobiga aytganingizdek, anaqa optimal yechim yoki qadamma-qadam o'z tajribasi bilan oshirib borish yoki shu jamoaviy bo'lib har kim o'z fikrini qo'shib shu baliqchilikda o'z qilgan yana bitta narsa bor, eng xato ishlardan deyman yoki tavakkalchilikka yo'l qo'yiladigan ishlardan biri baliqchilarda kimningdir qilgan natijasini o'shani men qilaman deb keladi. Siz oldin qancha qilgansiz desa, men 1000 ta baliq tashlaganman. Bu yil qancha tashlayapsiz desa, 5000 ta tashlayman. Qilmanglar, baraka toping, unaqa deyman. Nimaga desa, 5 qilsam bo'ladimi deyman. Oldin 2000 ta tashlab ko'ring siz deyman. 2000 tani 1000 tagiz qanaqa bo'lgan desangiz, 1000 tani o'zi ham yaxshi rezultat bermagan. Hali oldin 1000 tani o'ziga chiqa olish kerak. 2000 tani to'g'irlash kerak. 3000 tani, 5000 taga borish uchun hali qadamlar ko'p. Haliga aytgandek, bolalar bog'chasidan u institutga o'tib ketish noto'g'ri ishda. Oldin boshlang'ich sinf, keyin o'rta sinf, keyin o'rta maxsus ta'lim, keyin institut bo'ladi. O'shanaqadagi odamlar o'ziga o'zi savol berishi kerak. Men qaysi darajadagi ilmga egaman? Meni ko'lim qaysi talablarga javob beradi? Meni moliyaviy ahvolim qaysi talablarga javob beradi? Men shu baliqchilik sohasiga butun vujudim bilan vaqtimni ajrata olamanmi, yo'qmi degan savol. Sabab baliqchini o'zi qila olmagan anaqani unga qaysidir ishchi qilib bermaydi. Ko'pchilikda shunaqa noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Men ishchini olib kelib qo'yganman, o'zi boqyapti, yaxshi deydi. Yo'q, yaxshi emas-da, u yerda hisob-kitob yuritilmayapti. O'z bunaqa marketingda siz bilasiz, aytiladi, biznes o'z biznes egasidan o'tib keta olmaydi. Egasi bilimi qanchalik bo'lsa, uning hajoligi ham shunaqa darajadagi natijaga ega bo'ladi. Bu degani aniqlab olish kerak. Bu mutaxassisligi qaysi darajada? Yeri qaysinga javob beradi? Iqtisodiy holati qanchalik? Xohishlari qanday? Qattiq kurasha oladimi? Bu baliqchilik degani suvni tagida bu boshqa jonzotlarga o'xshab tovuq yo qo'y, mol deb ko'zga ko'rinib turmaydi. Hali o'tib ketsangiz ko'rinmaydi u. Kechqurun birda o'lib chiqadi. Yokida bir ketdingiz, bir dam olishga ketdingiz, to'yingiz chiqib qoldi, o'sha yerda o'lib chiqadi baliq. O'shaning uchun baliqchilikda savollarni konkretlashtirib olish kerak. Aytganingizdek, kalkulyatorlarni to'g'ri ishlatib yozuvga olib kelib olish kerak. Men shunaqa qilib natijaga erishganman. Men o'z naqamda 6 gektar, 5,5 gektar suvda 86 tonna baliq olganman. Bu
12 ta 13 ta bo'lak hovuzlarga bo'lganman siz aytganingizdek. Eng kattasi 0,7 gektar edi, ya'ni 70 sotik. Eng kichkinasi 22 sotik edi. Aralash edi. Nimaga unaqa aralash qilganman? Haligi relyefga qarab qulay joyiga tushirganman-da. Haligi prudim shunaqa to'zili shunaqa ediki, bir joyiga kattaroq qilgan, bir joyiga kichkinaroq. Lekin hammasida siz aytganingizdek konvert uslubida o'rtaga ikki chetdan keladi, u yog'iga yana chuqurroq bo'lib ketadi, shandorga qarab. Boshi 80 sm suv turadi, oxirida 220 turadi. Shandorim 2,5-280 balandlikda bo'ladi hamisha. O'shanda zo'r natija bo'lgan. Men o'zimga shuni o'zimda optimal yechim deb qaragan. 1 gektardan bu 10 tonna baliq olish hech kim norozi bo'lmaydi bu natijadan. Bu 20, 30, 50 ni orzu qilish shart emas. 10 tonna yo 8 tonna yo olishni o'zi iqtisodiy anaqa olib keladi. Men bir hisoblarimda ko'rganman, baliqchilikda tadbirkorman deb aytish uchun 10 tonna plus baliq chiqarish kerak. Bo'lmasa bu yoqda u samazanit, ya'ni o'z anaqasiga oddiy ishchidek bo'lib qoladi. O'z tadbirkorchiligida 3 million 5 million oyiga tushgan bo'ladi foyda. 10 tonna plus qilsa ishlashga arziydi. Men shuni o'zimga qabul qilganman. 10 tonnadan kam baliq bo'ladigan bo'lsa, birlashish kerak yoki ijaraga yer olib ko'proq yerda qilish kerak. Balki 20 sotik, 10 sotikda men shu yerdan baliqchilik qilaman deyish bu hobbi uchun bo'ladi. Lekin tadbirkorchilik uchun eng kamida 10 tonna baliq yetishtirish tavsiya etiladi. O'shani aytganingizdek oxirdan qaytib kelish kerak. 10 tonna yetishtirish uchun qancha baliq yer kerak, qancha ilm kerak, qancha sarmoya kerak. Shu joyda baliq mahsulotlarini yetishtiryapmiz, lekin uni savdosida hozirgi paytlarda qiyinchiliklar mavjudmi? Hozir ya'ni ko'p eshitib kelamiz, bir sohadan yoki bu sohaga kirishda yokida baliqlarimni eng sezon paytida hamma baliqlarni chiqaryapti, arzon berib yuboryapti, menga lekin qimmatga tushgan degan holatlari mavjud. Shu holatda savdo hajmi qay darajada bizda hozir O'zbekiston bozorimizda? Savdo aynan shu baliqni sotish jarayoni eng og'riqli tema bizda. Eng og'riqli deb aniq buni ayta olaman. Kerak bo'lsa, shu yemlashdan ham ko'ra, baliqni yetishtirishdan ham ko'ra, issiq sovuqlarda yurishdan ham ko'ra eng og'riqli joy. Sabab bu kayfiyatga, cho'nchakka ta'sir qiladigan joy edi bu baliqchilar. Juda oxirgi yillarda shu qiyin bo'lyapti baliqchilarda. Birdaniga baliqlar sezon tugaydi. Hamma yerda shu vodiyda shu avgust 20-sidan keyin tugaydi. Xorazmlarda boradi shu sentyabr oxirida tugaydi. Bu degani hali yemlash to'xtaydi. Yemlash to'xtagandan keyin zibit boshlanadi. Baliqni sotish. Bu yerda kimlar sotadi baliqni? Asosan mana ijaraga yer olib qo'yganlar yokida davlatdan kredit olgan, kreditni pogasheniya qilish kerak, to'lash kerak. Qarz olgan yo fermerlar bor, o'sha kuzda to'y qiladi. Yokida bir imorat qurgan bo'ladi, o'shanga ko'chib kirgisi keladi. O'sha paytda majbur baliqni arzon bo'lsin, qimmat bo'lsin sotadi. Men endi juda chuqur u yoqdan analiz bilan aytyapman. Bunga yechim qiyin. Nimaga desa, bitta joyga kelib ushlab o'tirib sotadigan mahsulot emas-da bu. Skladga qo'yib qo'y, mayli klient kelganda sotaman. Nimaga desa, to'lovlari bor. Nimaga desa, jonli narsa, ozadi, kasal bo'ladi, qishga kiryapti. O'shaning uchun baliqchilikda zibitga chuqur ilm kerak. Bunga qanaqa yechim qilingan desangiz, men shu baliqlarni yozda anchasini sotib qolishga harakat qilardim. Qishga ko'proq malyok bilan, ya'ni chavoq bilan kirib ketishga harakat qilardim. Ham fevral oylarida, mana shu dekabrda suv muzlagandan keyin narx oshishga boshlaydi, o'sha paytlarga sotishga urinardim. Shu qachonki men sentyabrda, oktyabrda sotganman, juda qiynalganman. Bu sababi juda massaviy taklif kiradi bozorga. Taklif ko'p, talab kam. Talab bo'ladi, lekin taklif 4-5x oshib ketib qoladi-da. O'sha paytda narx tushadi. Keyin olib sotar deymiz endi bunaqada bozor tilida baliqni olib ketadi, choyxonaga beradigan olib sotarlar qarzga olishni boshlaydi. Nimaga? Taklif ko'p-da. Taklif ko'p bo'lgandan keyin naqd pul berish shart emas. Bu kimdir aytadi, "Menakini olib ket, pulini bersang, keyin bersang ham mayli." Shu qarz olib ketadi, bu yerda уже muammo boshlanadi. Qarz hammani pogubительный narsa-da, u o'ldiradigan narsa. Xayr yo'q bu narsada. Qarz oladi, keyin bermaydi, mashina sotib oladi, boshqa qiladi. O'shaning uchun baliq sotishda ham ilmlari bor.
buni yokida siz balig'ingiz kam bo'lsa, o'zingiz baliqni choyxonalarga taklif qilishga, ular bilan yaxshi muomalada bo'lishga harakat qilish kerak. Yokida katta baliq olib sotadiganlarni orasidan saylab olish kerak. Ularning ham yaxshilari bor, yomonlari bor-da. Yomon deganda qarzga oladi, vaqtida bermaydi. Beradi endi ko'pchilik, lekin vaqtida bermaydi. Shunaqa yaxshilari borki, kerak bo'lsa oldidan pulini to'lab qo'yadi, faqat to'g'ri gaplashish kerak ular bilan. Ularga kerak razmerni chiqarib berish kerak, ularga kerak vaqtda chiqarib berish kerak, ularga kerak qilib sifatini qilib berish kerak. O'shanda ular pul to'lab oladi. Zibitga juda jiddiy yondashgan bo'lardim, sababi bu hamma natijalarni oxirdagi hisob-kitobida bu. Yaxshi sotish uchun bozorni juda chuqur analiz qilish kerak, yo maslahat olish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Baliqni sotishda bir necha yo'llari bor, olib chiqishda bir necha yo'llari bor. Bu marketing, sel. Hozir suhbat davomida aytib o'tildi, baliq ko'zga ko'rinadigan narsa emas. Ya'ni uni boshqa hayvonlarga o'xshab, ya'ni uy hayvonlariga o'xshab ko'rib turmaymiz yoki bo'lmasa yiqilib qolganini yoki kasallanib o'zini yo'qotganini bilmaymiz-da, o'lib qolgandan keyin bilamiz. Endi bu narsa asosan Dilmurod aka sizga berilayotgan savol. Hozirgi kunda yurtimizdagi baliqchilik sistemasida top 3 ta kasallik, ya'ni baliqlarning o'limiga olib keladigan 3 ta kasallik bo'ladigan bo'lsa, shularning top 3 tasini aytib bersangiz. Undan qanday himoyalaniladi? Ya'ni unga qanday choralar ko'rsak, u kasalliklarga yo'liqmaydi. Shulardan olib chiqadi, shularsiz olib chiqadi shu kasalliksiz. Endi o'zi asosiy bo'layotgan ayramoroz bilan psevdomoroz degan kasalligimiz, jabraga ta'sir qiladigan holat, bu yaralar toshib ketadigan holat. Keyingisi jabrani chirishiga taalluqli kasallik. Bularning hammasi shu baliqchini qo'li bilan qilinadigan kasallik. Tashkil qiladi baliqchi. Muhit kasallikni keltirib chiqaradi. Suvning muhiti. Ya'ni suvda normal muhit bo'lsa, baliq kasal bo'lmaydi. Endi o'ziga yarasha, misol uchun ohaklash yo boshqa tadbirlar, xlorlash, boshqa tadbirlar, o'zi belgilangan tadbirlar bor. Kasallikni oldini oladigan tadbirlar. O'shani normal holatda olib yuradigan bo'lsa, bu kasalliklar kelmaydi. Baliqda shu immunitet masalani hal qiladi. Endi odamda ham hal qiladi, hammada immunitet hal qiladi masalani. Baliq muhiti zo'r bo'lsa, holati yaxshi bo'lsa, immuniteti yaxshi bo'ladi. Yani oziqasi ham joyida bo'lsa, suv muhiti yaxshi bo'lsa, o'zi misol uchun kisloroddan bo'g'ilib turgan bo'lsa, u qanaqa misol uchun muhit qilishi mumkin? Biz bitta narsani bilishimiz kerak, baliqda asosiy kasallikka sabab bo'ladigan narsa u stress masalasi. Stress qay holatda anaqa yuzaga keladi? Qay holatda stress yuzaga keladi? Stress oddiy yuzaga kelishi suvda o'ynashi baliqda stressga olib keladi. Ya'ni suvni tushiravish, ko'taraverish baliqda stressga olib keladi. Suvda kislorodni yetishmovchiligi yuzaga kelishi baliqda stressga olib keladi. Ya'ni bo'g'ilishni boshlaydi, boshqaga boshlaydi. Qarasa chekkalarga chiqibdi deydi, suvni oldiga, suv oqib tushadigan joyga yig'ilyapti baliq deydi. O'sha stress davri. Ya'ni baliqni bir marta to'r tashlab ovlash stress. Yo bir masalan baklan degan qushimiz bor, yo bir qush bor. U misol uchun Xudoning qudrati bilan baklan kelsa, baliqlar stressga tushib qoladi, hammasi bir joyga yig'ilib qoladi. Stress ketdimi, bu narsa immunitetni 0 darajasigacha kelib qolishiga sabab bo'ladi. 0 darajasigacha. Baliqda yonida doim kasallik turibdi. Jabrasida ham o'sha qurib turibdi yoki anaqasida turibdi. Immunitet ketdi deganda kurash ketyapti. Kurashda baliq yutib turibdi hozircha immunitet bilan. Immunitet 0 bo'ldi, baliq kasal. Shuning uchun biz boqayotganimizda jarayonlarda shu mana shu narsalarni hammasini inobatga olishimiz kerak. Bu muhitni buzadigan narsa oziqa bilan buzamiz biz. Yo bu kimdir o'g'it tashlaydi. Bu organik o'g'itlar, misol uchun mineral o'g'itlar misol uchun. Juda ko'p o'sha tovuq go'ngi yoki molni go'ngi, qo'yni go'ngi tiqib tashlaydi ayrim odamlar. Bu narsa bo'lar ekan deb. Miqdori oshib ketsa, muhitni buzadi. Ikkinchisi o'sha mineral o'g'itlar. Haddan oshiq bu suyuqlikni chiqarib nima qilaman deb harakat qilish, u misol uchun muhitni ishdan chiqaradi. Uchinchisi yem. Yemni haddan ortiq berish shu ammiakni boshqa narsalar ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Kislorod yetishmovchiligi holatni yuzaga olib keladi-da, suvning muhitini buzadi. O'sha bizda 3 ta shu ish bizni kasallik chaqiradigan asosiy ish.
o'zi shu 3tadan ehtiyot bo'ladigan bo'lsak, o'zini holatda misol uchun ohanglash jarayonlari bor endi. Xlorlash jarayonlari bor. Bu jarayonlar doim to'g'ri qilinsa, baliq kasal bo'lmaydi, oldin olib ketaveradi. Kasallikni oldin olib ketaveradi. O'shaning uchun har xarda baribir bugungi kunda yemni bir yaxshisini tanlash kerakki, kerakli miqdordagi shu oziqa, vitamin, anolar bo'lish kerak-da. Odamda ham har doim bir narsani yeyversangiz, bu yosh bolalarda ko'p kuzatiladi. Bitta vitamin bersa birdan o'zgarib ketadi. Xuddi shunday bir qaysidir kepakmi, bir narsalardan misol uchun tabiiy oziqa bu yerda yutib ketadigan tabiiy oziqasi bo'ladi, ya'ni qurti chiqadi, shu qurtni iste'mol qilganda juda katta hamma komponentlar bor, go'shtga o'xshagan narsa endi misol uchun. O'sha narsa kam bo'ladigan bo'lsa, kepak ko'payib ketadigan bo'lsa, baliq kerakli anaqani ola olmaydi. Shuni hisobiga o'sishi, pasayib qoladi, kasallanishi, shu holatlar, ya'ni immunitetga ta'sir qiladigan holatlar yuzaga keladi. Shu oziqlanishni yetarli bo'lmasligi ham oxir oqibat baliqning kasal bo'lishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Ajoyib suhbatlar bo'lyapti, aziz mutaxassislar. Aynan shu hozirgi mavzularni ko'tarib yorityapmiz. Bu baliqchilarga xudo xolisa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Yana ham podkastlarimiz davomiy bo'ladi degan umiddaman. Baliqchilardan iltimos qilib qolamiz, agar o'z savollarini bizga yo'llasalar, qaysi yo'nalishlar bo'yicha yana mutaxassislarni jalb qilganimiz ma'qul, qaysi mavzularni ko'targanimiz ma'qul, nima aynan qaysi sohalar sizlarni qiziqtirayotganini yoritib bersanglar, savollar bilan murojaat qilsanglar, albatta yoritishga harakat qilamiz. Va shu bilan birgalikda baliqchilarga qiziq bo'ladigan ma'lumotlardan biri, yaqin kunlarda forum tashkillashtirilyapti. Aqua Agratechni birinchi forumi, Aqua Agratech forumi. Bu yerda mutaxassislarni jalb qilyapmiz. Faqat O'zbekiston mutaxassislari emas va qo'shni davlatlardan, jahondan ham mutaxassislar jalb qilinyapti. Aynan 26-yilda biz kutilayotgan muammolar, mavzular, kasalliklar mavzusi, baliq yetishtirish bo'yicha ozuqa masalalarini ko'tarish mumkin bo'lgan katta forum tashkillashtiryapti. Menimcha bu forum birinchi va yagona katta masshtabdagi forum bo'ladi. Bu yerda ham kasalliklar mavzusini yechishimizga imkoniyat bo'ladi, texnika, texnologiyalar bilan bo'lish imkoniyatimiz bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri chet el mutaxassislari bilan muloqot qilish imkoniyatlari bo'ladi va umumiy Aqua Agratechni umumiy yo'nalishi, missiyasi, qadriyatlari va maqsadlari haqida chuqur so'zlab va baliqchilikka manfaatli joylarni menimcha ko'rishimiz mumkin. Yaqin kunlarda e'lonlar qilamiz. Xudo xolasa, siz ham aynan forumga qatnashish imkoniyatlarini ko'rib chiqing va Aqua Agra forumga marhamat qiling. Aziz baliqchilar, bu hali boshlanishi. Bunga o'xshagan va qiziqarli ma'lumotlar, yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar. Bizni YouTube kanallarimizda, Instagram sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yasizlar va sizlarga manfaatli yangi talqindagi ma'lumotlarni berib boramiz.